Ayo do'stlar, butaloqlar, obunachilar. Bugun 6-qismi bo'ladi. Boshqa haqir bitta qismga. Do'stlar, agar sizlar kuchish 5-qismni o'ltirib yozib qo'yamcha kechiringlar. Bilmasdan yozib qo'yganman, uni qaytadan o'chirib yuklasam, menga uni videosi ekranim yo'q ekan, shuning uchun shu 6dan keyin 7 deb qo'yib qo'yaman, farqiga bormanglar. Vestakam. Shuning uchun men kechirib qo'yasizlar, men bunaqa qilmoqchi emas edim. Shuning uchun o'yin qurilish ishlarini har doimda yana boshlaymiz. Qo'yardim. Do'stlar, mana buni tomini qurishimiz kerak. Bir qavatli uy menga o'zi yetadi. O'rtib ham ketadi o'zi. Yo'q. Bu buzilib ketibdi. Menga mana bitta bo'lyapti. Endi buni uzoqroqdan qo'yish kerak. Shu bo'lmasa kerak. Bo'lmaydi. Shuning uchun chiqib suvni oldimiz. Yani ko'p bor 20 ta. 20 ta aniq yetmaydi. Biza ko'proq tosh kerak. Shuni 5-qismiga men 30 ta tosh olgandim. O'sha toshlarni-chi mana yasayman 30 ta qo'yib olgandim. Lekin bular yetmaydi. Voh, tiyadi. Pejat kerak, harakatda harakat. Vestak. Mana 2 ta vestak bormi? Mana 2 ta vestak bor ekanmi? G'alati do'stlar, juda g'alati. Mana unaqa 48 yasab qo'yamiz. Xato qo'yilib. Mayli. 1-2-3-9 tezlikni bosamiz. Bu tezlikmi yo bumi nima balo qurdimmi? Shu tezlik qilib qurishim shartmidi? Men buni tezlik qilib qurmoqchiman, lekin xatolik qilib quraman. Mana biqdim bo'lsa kerak. Qaqqa tushib ketdimmi? Qo'yotgan mana shu chiqib qoladi, xalaq beradi qurishga. Chiqay mana tepaga. Mana bular keyin buzaman. Yo'q. Buzilgan joylar to'g'rilayman deganmidim. Bu da ushlab oldim, omadda bu ham. Chiq tepaga. Asabim buzilyapti-da. Almas topsam edi, asabim buzilmasdi. Shuna sekinlikda yo'qib qo'yadim, Yo, 6 ta ortib qoldi. Menga allaqachon 1 stak ketib qoldi. 2 stak ketdi. Bulardan 4 ta ber ekan. Hozir yana bitta ortiqcha 2 ta qolardi. Mayli. Bu devor kundan kunga yana taxta tugar. Mana shu taxta yetadi deb umid qilamiz. Baribir yetmasa ham hech bo'lmasa qurishi bo'ladi.
Shu qilib tepachasiga chiqib olamizda quramiz. Men kerakmanmi yo nima qilmoqchi edim? Men boshqa narsa qilmoqchi edimki, tekari. Mana qilamiz, blok qo'yamiz. Yerga tushishga to'g'ri keldi. Mayli, mana bilan qo'yamiz, blokni qo'yamiz. Spirayam bo'lib blokni qo'yamiz, bu yoqqa uni qo'yamiz. Mana shu yerga yetib qolsa kerak. Bu chiziqcha bo'ladi. Hozir ko'ringizni ko'rmagan vaqtda drog. Bitta bo'lib qoldi, o'xshash kerak edi o'zi. Bu suvni o'zi qiyshiq, men o'zim qiyshiq emasman. Yo'q. Mama bana tuttu. Ortag'i men shuni qo'shib qiynaladim. Buncha qiyin. Mo'jazasini olamiz. Ortag'i. Amayli qurish kerak-da. Qurmasa bu hisobnoma bu suv to'kilmayapti bo'ldi. Bu yerga esa necha kiramizda o'zim nima yashamoqchi edim desam, men yana tosh kerak ekan, mana bu yoqqa o'sha buqtam o'shani qo'yish uchun tosh kerak ekan. Endi nima qilaman? Hammasining kerak o'xshab, mana shunga aylantirdim. Devon desandim, ahmoqni tag'on desandim, borni. Do'stlar, hozir dunyo ko'rmagan, Asadbek eshitmagan vaqtdir. Yana jonim ketdi, omadda bu ham. Qorong'uchada yechilmas ekan. Endi mana bularni bemalol qo'ysam bo'ladi. Oxirgisi xato qo'yish. Qo'y. Bir ko'zikda eshitgan bittasi olib qo'yaman o'zimga. Tosh kerak. Qani ketdik o'yinga, chimit bo'lib ketdi. 8 daqiqa bo'lib ketibdi. Deysan do'stlarim, anor deysan, samonim tag'on deysan, tog'imdan bahom deysan. Ko'zlarim alov deysan, sochlarim palov deysan, juda ko'p yasay kerak deysan. Do'stlarim anor deysan, 34 ta yetib qoladi menga. Hozir videoni tugatish kerak. Sizlar xayr, sog' bo'ling. Sizlar bilan tarjima o'zida xayr. Sog' bo'ling. Hazillashdim. Kim shunaqa deganim ya. Albatta bu narsalar sizlar ishonmaysizlar, bunaqa deganim. Qaranglar, mana ko'rinib turishi tomini. Bu epичный qurilmanda. Voy, xattalik qara. Hozir bu yoqqa yana tushish kerak. Mana bir suv yetma. Yo, mencha qoldi.
O'lay dedim. Do'stlarim, ana deysan. Vay. Men bu o'yinni yo'qtamay boshladim do'stlar. Bittagina tepa chiqa olmayman. Yo'q. Men garaymanmi? Yo'q. Shunchalik garayimni o'zim ham sezmayapmanmi? Ha, mayli. Ehtiyot bo'lib chiqamiz ya. Bu vistakni bu yoqqa qo'yamiz. Mana bundan yasaymiz. Tayyor. Endi vistakni buzamiz o'zimiz bilan olib ketamiz va mana bu yerdan quramiz. Tushunmayotganlar diqqatiga tushuntirmayman. Mana bu yerdan taxtalar solamiz o'zimizga. Qurish uchun ishlatiladi. Mana bu yerga. Mana bu yerga. Do'stlar, video tugatish vaqti keldi. Kepti do'stlar. Sizlar bilan tarjima o'zida bu videoni 7-qismiga o'yinni bitirishga harakat qilamiz. Lekin 7-qismiga ham haqqa bir o'zim o'ynayman. Buni hali videoni oxirida ko'rib olasiz. Mayli, xayr, sog' bo'ling. Shuni qilishim shartmi? Bir yarimtagina jonim qoldi-ki. Mayli, sog' bo'ling. Sizlar bilan tarjima o'zida. Xayr.